Turmush o'rtog'ingiz boy bo'lishlarini xohlasangiz, bu duoni har kuni aytib yuring. Yo Allohim, turmush o'rtog'im yo'llariga barokatlaringni yog'dirib qo'ygin. Soyalari qurigan daraxt ustiga tushsa ham, o'sha daraxt meva beradigan darajaga kelib qolsin. Nima ish boshlasalar ham, hamma ishlari faqat xayrli bo'lsin, tillari zikrdan tushmasin. Sulaymon alayhissalom davlatlaridek davlat bergin. Zakot, sadaqalaringni vaqtida beradigan saxiy boylardan qilgin. Namozlaringga polvon qilgin. Ikki dunyo saodating bilan siylagin. Ar-Rahman, Al-Aziz, Al-Mu'min bo'lgan Qodiralloh. Sen istasang hamma niyatlarimiz amalga oshadi. Butun koinot istamasa ham sen istagin Allohim. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni kechir. Hamma niyatlarimizni eng yaxshisini nasib et. Podpiska bo'linglar, birga chiroyli niyat va duolar qilamiz. Menga podpiskaning har bitta ayol qiz eng baxtlisi bo'lsin.